Buloqboshi tumanida aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash va suv resurslaridan oqilona foydalanishni yo'lga qo'yish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 343-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida tumandagi 5 ta mahalla fuqarolar yig'ini Navoiy, Toshkechik, Sharq Yulduzi, Xontepa va Qumariq mahalla fuqarolar yig'inlarida istiqomat qiluvchi aholi xonadonlariga 350 ta zamonaviy suv hisoblash uskunalari mutlaqo bepul o'rnatib berildi. Ta'kidlash joizki, ushbu loyiha doirasidagi barcha sarf-xarajatlar to'liqligicha respublika byudjeti mablag'lari hisobidan qoplandi. Prezidentimizning tashabbuslari bilan suv tarmog'iga qo'yiladigan hisoblagichlar mutlaqo bepul tarqatilyapti. Buni juda katta ahamiyati bor. Birinchidan suv tejaladi. Ikkinchidan aholini daromadiga foyda keltiradi. Chunki ilgari 10 kishiga to'lagan bo'lsak, endi qancha suv oqqan bo'lsa hisoblagichga qarab turib to'lanadi. Shu hisoblagichlarning bepul tarqatilishi ham xalqimizga juda katta yengillik bo'ldi. Buning uchun katta rahmat aytamiz. Mazkur loyihaning amaliyotga tatbiq etilishi hududda suv isrofining oldini olish, iste'mol qilingan suv hajmini aniq va shaffof hisobga olishda yuksak ahamiyatga egadir. Suv hisoblagichlarining davlat tomonidan bepul o'rnatilishi, ayniqsa aholining ijtimoiy-iqtisodiy mablag'larini tejashga hamda suv ta'minoti korxonalari va iste'molchilar o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblar tizimini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu kabi islohotlar nafaqat tuman aholisining turmush farovonligini oshiradi, balki tabiiy boylik bo'lgan ichimlik suvidan tejamkorlik bilan foydalanish madaniyatini shakllantirishda muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.